Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ba'zi insonlar bir hikmatli ish bo'ladigan bo'lsa yoki bir o'zi kutmagan joydan yaxshi ish bo'lib qoladigan bo'lsa, Alloh qanday ham chevar zot, mana shu ishni bunga bog'lab qo'ydi degan ma'noda Alloh chevar zot deb aytadi. Mana shu joizmi deb so'radilar. Alloh taoloning ism sifatlariga umumiy bir qoida borki, Alloh taolo oyatda bayon qilib, "Valillahil asmaul husna fad'uhu biha." Alloh taoloning chiroyli, go'zal ismlari bor, u bilan Allohga duo qilinglar. Allohni shu ismlar bilan chaqiringlar degan ma'noda oyat bor. Va umumiy aqidadagi bir qoida borki, biz Alloh taoloni la nusammillaha illa bima samma Allohu bihi. Biz Allohni faqat o'zi nomlagan nomlar bilangina nomlaymiz. Nimaga? Chunki Alloh taolo bizga nisbatan g'aybiy ilmlardan. Ya'ni biz ko'rib gaplashadigan zot emas. Bu g'aybiy ilm. Demak, biz ko'rmagan, bilmagan narsamizni Alloh taolo oyati orqali, Qur'oni orqali, Allohning payg'ambarlari orqali Alloh taoloni taniymiz. Demak, Qur'on va sunnatda Alloh taolo haqida nima aytilgan bo'lsa, biz mana shu Alloh taoloning ismi va sifati deb shunga iymon keltiramiz. Ammo Qur'on va sunnatda aytilmagan ism va sifatlar bilan Allohni nomlasak bo'lmaydi. Demak, chevar degan ismga keladigan bo'lsak, Alloh taoloni ism sifatlaridan na Qur'onda ham va na hadislarda ham Alloh taolo chevar zot degan ma'no kelmagan. To'g'ri, buni ma'nosi insonlarni aytayotgan gapidagi ma'nosi Alloh chevar zot degani, Alloh taolo bir hikmatli zot, hakim zot, bir ishni ikkinchisiga bog'lab, buni orqasidan, har bir ishning orqasidan hikmat keladigan bir hikmatli, hakim zot degan maqsadni qiladi. Lekin shu maqsadni aytib turib, Alloh hakim zot, Alloh hikmatli zot, Alloh biladi degan ismlarni ishlatishlik afzal bo'ladi. Chunki Alloh taoloni hakim degan, alim degan sifatlari, ismlari kelgan. Ammo chevar degan ismi kelmaganligi uchun Alloh chevar zot demagan afzal bo'ladi. Balki Alloh hakim zot, Alloh biluvchiroq, Alloh barcha narsani biladi, Alloh hamma narsaga qodir degan narsani ishlatadigan bo'lsak, bu albatta shariatga muvofiq bo'ladi. Ammo Alloh chevar degan zot Qur'onda ham, hadisda ham kelmaganligi uchun bu lafzni ishlatishlik joiz emas, vallohu a'lam.